Diqqat, xalqimiz uchun tezkor xabar. Hududiy elektr tarmoqlari eski turdagi hisoblagichlar o'rniga yangisini bepul o'rnatib beradi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Ta'kidlanishicha, tizimga mos kelmaydigan hisoblagichli iste'molchilarda elektr ta'minotidagi to'lov va hisob-kitoblarda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati jismoniy shaxslarga ASKUE tizimiga mos bo'lgan zamonaviy hisoblagichlar eski hisoblagichlar o'rniga bepul o'rnatib berilishini ma'lum qildi. Agar xonadoningizda ASKUE tizimiga mos kelmaydigan eski turdagi hisoblagichlar o'rnatilgan bo'lsa, zudlik bilan hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining tuman, shahar elektr ta'minoti bo'limlariga murojaat qilishingiz so'raladi, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, tizimga mos kelmaydigan hisoblagichli iste'molchilarda elektr ta'minoti to'lov va hisob-kitoblarda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.